Amerikaning Turkiyada turishliq bosh elchixonasi Tashqi ishlar ministrligining o'tgan hafta Uyg'urlar to'g'riliq e'lon qilgan bayonotini qo'lladi. Amerika elchixonasi rasmiy Twitter hisobida uchur yo'llab, Amerika Turkiya Tashqi ishlar ministrligining qarashlariga qo'shildi dedi. Turkiyaning bu vaqtdagi bayonotida xohlagancha tutqun qilingan 1 milliondan ortiq Uyg'ur turkning yig'ilish lagerlari va turmalarda qiyin qistoq va meni yuvishga uchrayotganligi sir emas deyilgan. Yana bir tarafdan Malayziyada hokimiyat yurgizayotgan Birlashma hukumatga a'zo Xalqning adolat partiyasining rahbari Anvar Ibrohim Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida bu faqat Uyg'urlarning emas, balki butkul musulmon dunyosining tragediyasidir dedi. Konya ommaviy tashkilotlar munbirida Sharqiy Turkistondagi turklar duch kelgan inson qalbidan chiqqan zulmlar temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Yig'inda Konya ommaviy tashkilotlar munbirining ijro komiteti raisi Muhsin Gurgöligil, Mazlumdar Konya sho'basining raisi Darvish Argun, Hudar Konya sho'ba raisi Mustafa Yildiz, shundaqla tashkilot a'zolari va axborot xodimlari qatnashdi. Hindistonning Pokiston bilan bo'lgan barliq diplomatik munosabatni uzganligini, urush to'xtatish kelishimini vaqtliq to'xtatganligini va armiyaga harakat qilish erkinligi berganligini bildirdi. Hindistonning Jammu Kashmir o'lkasida yuz bergan va yaqinqi 30 yildan buyongi eng qonli voqea deb qaralgan hujumdan keyin rayonda oyog'i chiqmas egilik huquq talash tortishiga tushib qolgan Hindiston bilan Pokiston orasida yana bir jiddiychilik to'lqini paydo bo'ldi. Pakistanning militanlarga orqasab hozirlab berish bilan ayiblagan Hindiston bosh ministri Modi bedelini og'ir to'latadiganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerika bilan Meksika chegarasida yuz bergan zo'ravonlik voqealarini bahona qilib turib, davlat bo'yicha jiddiy holat e'lon qilganligini uqtirdi. Trump Meksika chegarasiga tom selish kerakligini ta'kidlab, ayol, bola va odam bidiklarini kontrol nuqtalarida qilolmaydi dedi. Amerika hukumatining Venezuela prezidenti Nicolas Maduroga ko'z-ko'z qilish uchun bu davlatga harbiy aeroplanda yordam buyumlari avatishni planlayotganligi o'tirg'i chiqdi. Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtda majlisga avatgan elxatining oshkorlanib qilishi bilan o'tirg'i chiqqan bu plan Amerika taratqularida keng yer oldi. Bu elxatda Amerikadan Venezuelaga avatiladigan yordamning armiya orqali avatilishi tavsiya qilingan va buning Maduroga taxtdan tushishi uchun bisim ilib keldiganligi bildirilgan.